Birinchi vaziyatli masala. Xo'p, demak, bemor 67 yoshda va ayol kishi anamnezidan asimptomatik bo'lmacha fibrilyatsiyasi diagnozi bilan o'pka venalari izolyatsiyasi amalga oshirilgan. Bir necha yillardan beri gipertoniya kasalligi mavjud, demak, qon bosim kasalligi bor. 6 oy oldin ablatsiya amalga oshirilgan. Ya'ni bu bemorda bo'lmacha fibrilyatsiyasi mavjud bo'lgan. Demak, bo'lmacha fibrilyatsiyasini ablatsiya amaliyoti bajarilgan va hozir normal holatda sinusli ritmda yuribdi. Hozirda metoprolol va apixaban qabul qiladi. Bemor apixaban iste'mol qilishni to'xtatmoqchi. Ya'ni 6 oydan beri bo'lmacha fibrilyatsiyasi qaytalanmayapti, siz oldingizga keldi. Apixabanni ichmay qo'ysam bo'ladimi deb. Demak, sizning keyingi taktikangiz qanday bo'lishligi kerak? Birinchisi, apixabanni to'xtatish va aspirin boshlash. Ikkinchisi, 48 soatlik Holter monitoring ekiga tekshiruvi va bo'lmacha fibrilyatsiyasi qayd etilmasa, apixaban to'xtatish. Uchinchisi, apixabanni davom ettirish. To'rtinchisi, loop recorder o'rnatish va bo'lmacha fibrilyatsiyasi qayd etilmasa, apixabanni to'xtatish.